59-60 da joy qolmaydi zapaskaga. Endi qarang, shu komplektni shu trekerimizga qanchaga tushdi endi bu mana shu komplektimiz? Shu komplektimiz skidka narxida. Qolgan o'sha metan ustanovka nimalar bilan bemalol solishtirib olaverasizlar narxlarni. Keyingisini tushuntiraylik. Qo'yadi. Xo'p, endi bularning garantiyasi ham bormi? Garantiyasi bor. 1 yil yoki 20 ming kilometrgacha garantiyasi bor. Garantiyalari bor. Aka, bu qayerniki? Bu Polshaniki. Bu Polsha, buchi? Bu ham Polshaniki. Bu ham Polsha. Bular hammasi yaxshi zapchastlar, aka. Hammasi eng zo'r zapchast, original zapchastlar. Qisqasi, mana shular aksiya qilyapsizlar, ha? Aha. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Ukalarimiz aksiya qilyapti ekan. Aksiya ham mana shu aprel ichi aksiya bo'lyapti ekan. Ya'ni o'sha trekerdan boshlanib, atmosferniy motor deydingizmi, o'shalardan boshlanib pastiga qarab ketaveradi. Qisqasi o'zingiz tushuntirib borasiz, hammasini qanaqangi aksiya bo'lyapti, zapchastlarni ham xohlagan nimalar bilan solishtirib olishaveradi, deyapti. Narxlarni ham. Hozir mana trekerga ustanovka bo'lyapti. Trekerga qanaqangi zapchastlar ketyapti? Hozir o'shani bilib chiqamiz, keyin undan keyin aksiyalarni ustakamiz to'liq tushuntirib o'tib ketadi. Qani, trekerga ketdik bo'lmasa. Xo'p, ustaka, endi bu trekerga nima ustanovka qilyapsiz? Propan ustanovka qilyapsizmi hozir trekerga? Bu trekerimizga propan ustanovka qilib beryapmiz. Aha, nimalarni qanaqasidan qo'yib beryapsiz aka bunga? Bu mashinamizga Stak kompaniyasini komplektlarini qo'yyapmiz. Mana boshqaruv sistemamiz Stak Bu tomonda bu. Aha, mana u ekan. Boshqaruv sistemamiz shu. Yaqinlashtirib. Ahamiyat berasizlar. OBD yozuvi bor. Aha. Yaxshisidan. Yaxshisidan. Reduktorimizga keladigan bo'lsa, reduktorimiz R02 150 ot kuchigacha yetkazib beraveradi. Bu ham Polshaniki, originali. Bu ham Polshaniki, originali. Filtrlarimiz одноразовый hamda mnogorazовый filtrlarimiz. Ustaka, mana shlankani, qolgan shlankadan nima farqi bor? Bu shlankamizni Xitoyi ham bor, Polshaniki ham bor. Sifatini ajrata olmaymiz, faqat biz ajratamiz xolos. Yo'q, masalan, mana men Xitoynikini qo'ydim. Nima farqi bor? Misol Xitoyniki qo'ydim nimaga, buni qo'ydim nima? Misol buni qimmatga olgandan ko'ra o'sha arzonroq Xitoynikini qo'yganim yaxshi-ku. Arzonini olsangiz, hid chiqishi mumkin. Ha, bo'ldi. 1 oygacha chiqmaydi. 1 oydan keyin o'sha Xitoylik shlankalari, o'sha shlankalari propanni emib, hid chiqarishni boshlaydi. Propanni emgandan keyin to'yadi. To'ygandan keyin tashqariga hid urishni boshlaydi. Bu shlankamizda emmaydi ham propanda. Muammosi shlanka, yaxshi shlanka. Oddiy mana shu shlankadan farq bor deng. Farqi bor. Oddiy shlankadan farq bor deng. Xomatlarimiz ham keyin mana original xomatlar. Mil ichgacha e'tibor bergan ekansiz-da. Shunisigacha e'tibor berganmiz. Buni Xitoydan qo'ysiz bo'ladi. Muammo qilib hid chiqarishi mumkin. Xitoyniki yaxshi qismaydi. Yaxshi qismasligi mumkin. Tushundim. Xo'p, yana nimalar bor bu yerda? Injektorlarimiz mana sportivniy отдельный har bitta silindrga отдельный gaz beradigan. Bu nargilar bilan buni nima farqi bor aka? Nargi biz ko'rib turib, mana shulardan nima farqi bor? Mashina bilan qo'yib olishyapti buni. Bittasini sug'urib qo'yishadi. Mashina siltab 100 muammo qiladi. 120, 100 dan keyin o'zi siltashni boshlaydi bu. Injektorimiz bilan. Bu bilan qo'ysangiz ham bo'ladi, shu muammolari chiqaveradi. Imенно trekerga mana u yaxshi. Imенно trekerga mana shu sportivniy injektorlarimiz. Treker atmosferniy motorlarga, atmosferniy motorlargami yo'q qanaqa? Любой mashina qo'ysa bo'ladi. Turbo motorlarga yaxshi. Turbo motorlarga mashinasi yaxshi. Xo'p, yaxshi. Yana nimalar qo'ydingiz bu yerda aka? Suv shlankalari aslida pechkadan olingan. Suv aylanish sistemalari zo'r bo'ladi. 130, 140, 150 ga chiqqanda muzlab qolmaydi. Mashina qiynalmaydi. Zo'r yuradi. Xo'p, endi orqasiga o'taylikmi? Xo'p. Ba'da mana oddiy misol zapravka qiladigan joylarimizni pastga qo'yib bersak bo'ladi. Pastda muammo qilishi mumkin. Zapravkaga kirishganda shlankani u tomonga bu tomonga tortib muammo qilishi mumkin. Trubkasidan qo'yib olishi mumkin. Benzinbakka qo'ysak muammosiz bemalol любой joydan, Rossiyadan ham, Qozog'istondan ham, Qirg'izistondan ham quysa bo'laveradi, quyib berishaveradi. Mana bu tomoni zo'r ekan. Eng asosiysi shunisi. Hali nima deydi? Iloji boricha tavsiya qilasiz o'sha tomonga. Iloji boricha tavsiya qilamiz shu tomonga yo'nalishga. Xo'p, bu ballonimiz nechilik ballon? Bu ballonimiz 47 litrli ballon. Zapaskani xohlasangiz ustiga qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Bundan katta ballonlarimiz ham bor. 59-60 litrgacha tushaveradi. Qo'lidan ko'tarilib qolmaydi. Bu qayerda ballon? Bu Belarusiyani eng zo'r balloni. Belarusiyani balloni, ha bu? Xo'p.
Tavsiya qilasiz mana shu balondan qo'yishga. Tavsiya qilamiz, shu balon yaxshi, eng zo'ri. Zapaskaga ham bemalol joy qoladi. Joy qoladi. Xrestali bilan zapaskaga joy qoladi. 59-60 da joy qolmaydi zapaskaga. Endi qarang, shu komplektni shu trekerimizga qanchaga tushdi endi bu mana shu komplektimiz? Shu komplektimiz skidka narxida, aksiya narxida 4 million 800 5 milliongacha qo'yishyapti. 4 million 200 mingga chiroyli qilib ustonovka qilib berdik. Hozir 4 million 200 ga qilib berdiz-a shunga? Yaxshi aka, zo'r. Instagram, YouTube'laring ham bormi? Bor, Instagram, YouTube. Instagram, YouTube'ga ham qo'yib borasizlar, a? Qo'yib boramiz. Qilayotgan ishlaringni. Qilayotgan ishlarimizni qo'yib boramiz. Do'stlar, o'sha iloji boricha o'sha belgilab ketaman. O'zlarining YouTube'larini ham, Instagram'larini ham belgilab ketaman. Bemalol ish jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyga yozaveramiz. Hozir endi ustaki aksiyani ham tushuntirib o'tib ketaylik. Qanaqa aksiya bo'layapti, a? Aprel aksiyasi dedik. Aprel aksiyasida mana birinchi manondan tushuntiraylik aka, bu qaysi nimalarga, qaysi mashinalarga bunisi? Bu atmosfernik hamda turbina mashinalarimizga. Qanaqa zapchastlar qo'yasiz bunga? Bu hammasi Stack komplektasi, Stack firmasiga tegishli boshqaruv sistemamiz. Hozir trekerda ko'rganlaringdek, Stack Porsche OBD. Eng zo'r boshqaruv sistemamiz. Reduktorimizga keladigan bo'lsa, R02 150 kuchigacha yetkazib beradi. Bu ham Polshaniki eng zo'r reduktorimiz. Injektorlar ham sportivniy. Har bitta silindrga отдельный yetkazib beradigan injektorlarimiz. Hozirgi injektordan-da, bu hozir ko'rganimizdan-a? Hozir ko'rgan injektorimiz. Bu qisqasi mana shu zapchastlarni biz hozir trekerda ko'rdik-da, adashmasam, a? Xuddi trekerda shu zapchastni qo'yib berdik. Xo'p, endi bularning garantiyasi ham bormi? Garantiyasi bor. 1 yil yoki 20 ming kilometrgacha garantiyasi bor. Garantiyalari bor. Xo'p, mana trubkalari ham bu qattiqki bu trubka? Qayerdan qayerga qarab ketadi bu trubkalari? Bu trubka bu hali balondan nimaga keladigan joy? Bo'ldi. Bu ham mana komplektda bor. Bu ham komplektda bor. Xo'p, endi aka, buni narxi qancha? Bu narxini 5 million, 4 million 800 5 milliongacha qo'ydik. Skidka narxida hozir 4 million 200 ming qilib beryapmiz. O'sha aksiya narxida 4 million 200. Aksiyamiz aprelgacha. Aprelgacha aksiya. Aprelgacha aksiya qilyapsiz. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turgan zapchastlaringni mana o'zlaringizdan bitta ko'rib olasizlar. Ana narsalar qo'yiladi 4 million 200 ga. Qolgan o'sha metan ustanovka nimalar bilan bemalol solishtirib olaverasizlar narxlarini. Keyingisini tushuntiraylik. Keyin komplektimiz bu ham xuddi shunaqa. Bu miyamiz Gentra 12 Gentra Nexus 3 Cobalt mashinamizga qo'ysak bo'laveradi, bu ham Stack komplekti. Boshqaruv sistemamiz shu Stack GoFast 200, reduktorimiz ana R02. Injektorimiz 01 original, Polshaniki bu ham. Filtrlarimiz ana Stack kompaniyasining yaxshi filtrlari. Shlankalarimiz mana Fagumit, hech chiqmaydigan. Hozir trekkerdagi birorta yozuvi bormi uni ko'rsatgani? Ha, o'ni yerda ko'ryapman. Fagumit yozuvlari bor. Bo'ldi. Mana do'stlar, mana. Buni yozuvlari bor. Ichidan farqlasalar ham. Ha, ichidan farqlasa bo'ladi. Tushunadiganlar tushunadi. Shuni ko'rib turgan zapchastni tushunib oladi. Qanaqa zapchastlar qo'yar ekan. Xo'p. Mana xomitlarimiz ham o'sha hech chiqarmaydigan yaxshi xomitlardan. Yaxshi xomitlardan qo'yapsiz. Xo'p, endi buni narxini qancha qilib beryapsiz? Buni narxini 4 million 300, 4 million 400 gacha qo'ydik. Skidka narxida, aksiya narxida 3 million 800 ming qilib beramiz. 3 million 800. Zo'r aka. Shu ko'rib turgan zapchastlaringni, o'sha videoda ko'rgan zapchastlaringni hammasini qo'yib beramiz. Hali adashib, aldab nech nimasi bo'lmaydi bizda. Mana do'stlar, mana videoda mana yaxshilab ko'rib olasizlar, xohlasang skrinshot qilib olasizlar. Mana shu turishini mana shu zapchastda qo'yib berishadi. O'sha aytilgan narxga. Buni ham garantiyasi bor aka. Buni ham garantiyasi 1 yil yoki 20 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Garantiyalar bor. Do'stlar, video davomida kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Like'lar bilan, kommentariyalar bilan iloji boricha podдержка qilib tursalar, bundan-da foydaliroq video qo'yib borishga harakat qilamiz.
Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.